Yaxshimizlar ko'pchilik, bugun biz tayyorlashga qulaylik bo'lgan tayyorlash usuli shunchalik oddiy, birlik yo'lsiz o'rganib oladigan Wednesdayning tayyorlash usulini birlikda o'rganib chiqaylik. Qani, ketdik. Oldi bilan hisoblashda Marksdagi Wednesday bir kishilik tayyor qilib oldik. Oldidan to'g'rab tayyor qilingan materiallardan do'pi, qo'y go'shti, yongyo, yumshalgan mor, so'ngpiyoz, zanjil, samsaq, palak, oshko'ki, sho'sung. Ko'pchilikning meni qo'llash yuzidan yurak belgisini besib, jiq-jiq gul evet qo'shonlarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Qozonga may qo'yib, normal qizg'anda tayyor vanzin selib, qizartib, churuk-churuk holatda temkirgizib suzib olib olamiz. Do'ponni mayda qizartib, churuk-churuk holatda suzib tayyor qilib olgandan keyin sizga qulaysiz ahvolasida vanz do'pini mayda zalqimay ishlasingizmi bo'ladi. Qozonga yarim cho'mich may qo'yib, to'g'ralgan go'shtni selib, biroz aralashtirib qizargandan keyin to'g'ralgan so'ngpiyoz, zanjil, samsaq, bir qo'sh lozjang selib aralashtirib xushroq chiqqandan keyin to'g'ralgan yongyon selib aralashtirib qo'rib, sinchi och suvdan biroz quyatib yana aralashtirib qo'rib, muvofiq miqdorda suv quymiz. Qulaylik bo'lsa, qo'yga sho'rib ishlasangiz texim yaxshiroq bo'ladi. Yig'ilgan ko'piklarni elvatib, muvofiq miqdorda tuz, oqmush, kauchin talqini tayyor qilib olgan vanza, do'pi, yumshatilgan mor, yubasan silib aralashtirib, oxirida ozroq och suv temtetib tayyorlasak bo'ladi. Bir oila jam bo'lib, xotiringizni jam qilib yeydigan ajab oshda xogo vanzlarni ishlatib beqishingizni tavsiya qilaman.